Assalomu alaykum azizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Men Shahrixondanman. Mamajonova Ulfatxonman. Qattiqroq gapirasiz. Men Shahrixon shahridanman. Mamajonova Ulfatxonman. Men bu domlani oldiga kelmasdan avval 15-16 yildan beri og'riqman. Bormaga masalan Toshkentga ham, Farg'onaga ham, umuman Toshkent, Farg'ona, Andijon, Asaka doktorlarda davolanganman. Menga vrachlar shunaqa yurakda kengayish, yurakdagi klapanlarda devorlari kengaygan. Endi shunaqa nima diagnoz, baland davleniyada yurardim. 200 ga 160 da yurardim davleniyada. Ko'p davolandim doktorlarda. Lekin baribir bir xilda 10 qadam yursam hansirardim. Umuman yurolmay qolardim. Qandaydir oshqozonda mana o'rtada, qorinda tepa sohasida qandaydir achish bo'lib, o'ksam qora, qizil quyqa tushardi og'zimdan. Endi shular bilan kelganman domlaga eshitib. Kelganimda domla menda sizda hech qanday yurak kasali yo'q. Boshda bosim bor, bo'yinda qisilish bo'lgan narxasiga yurakka berilyapti degan. Assalomu alaykum rahmatulloh. Shundan davolash 23 martdan kelganman. Men bir kunda 15 ta dori ichardim bolam. Tinch olamiz, bolalar tinchdilar. 23-kuni kelgan bo'lsam, 26-kuni eshitib shu ichmaslikda dorini. Ana shu 15 ta doridan birortasini shu kungacha ichganim yo'q. Mana 1 yil 2 oydan beri domlaga muttasil kelib davolandim. Davleniya ham bezovta qilgan yo'q. Yuragimda menda hech qanaqa na og'riq, na boshqa nima bo'lgan yo'q. Qori menda shunaqa. Sizda tashxis boshda bosim, qora talaq, o'ta funksiyalar buzilib ketgan, jigarlarda tiqilish deyilgan. Mana shu kungacha endi ko'p narsani ko'rdim shu 1 yil 2 oyda ichida. Nimaga? Bosqichlar, 3 ta bosqich bo'lsa, 3 bosqichda 3 ta. Hammasiga sabr qildim, Allohga shukr. Hozir sog'lig'im ancha yaxshi. Mana bugungi kunda 2 oyga javob beryapti. 2 oydan keyin yana ko'ramiz deyapti, lekin yaxshiman o'zim. Avvalgi shu bilgan nimalar yo'q. Borini ham shu 2 oy ichida tindirish bilan o'tib ketadi deyapti. Allohga shukr. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Payg'ambarimizga salot salomlar bo'lsin. Domlani haqiqatdan qudrat, domlada hech qanaqa qudrat yo'q. Lekin Robbimiz bergan quvvat borligiga shak shubha yo'q. Chunki ilohiy quvvat bo'lmagan odam birdaniga shuncha odamni davolab, bir qarashda, bir ko'rishda shuncha odamni tashxisini qo'yib yoki davosini qilib chiqarib olardi. Bu ilohiy qudratdan boshqa narsa emas. Alloh bergan qudrat deb o'ylayman. Rahmat.